Atigi Mall sizlarni biznes egalarini, ya'ni hamkorlikka chorlaymiz. Bu joy oilalar va bolalar uchun bo'lgan maskan bo'lib, bu joyda ko'plab bolalar, oilalar uchun mahsulotlar bo'ladi. Sizlar ham o'z mahsulotlaringizni olib kelib, takliflaringizni berishlaringiz mumkin. Bu joyda monopoliya emas, sog'lom raqobat kuchga egadir. Bizga kerak bo'ladi har xil turdagi brend pamperslar. Faqat bitta brend emas, barcha brendlar bilan ishlamoqchimiz. Undan tashqari bu joy ham bo'sh, stilaj nimaga? Suskalarni ilsanglar bo'ladi. Ilinadigan nima mahsulotlar bo'lsa bolalar uchun hammasini, u yoq tomoni ham bo'sh. O'z brendingizni va boshqa brendlarni taklif qilamiz. Undan tashqari bu joyda maktab sezonini boshlanganini inobatga olgan holda sizlarni, ya'ni forma sotadiganlar, ya'ni qiz bolalar, o'g'il bolalar uchun formalar sotadiganlar taklif mana shu joyda o'g'il bolalar va qiz bolalar formalari bo'ladi. Undan tashqari tuflilar bo'ladi. Mana bu yerda yosh bolalarning oyoq kiyimlari bo'ladi. Oyoq kiyimlari bo'ladi. Bu joyda kiyim-kechaklarni almashtiradigan joy bo'ladi. Undan tashqari bu yoqda esa bolalarni o'ynatib qo'yadigan joy bo'ladi. Sizlarni hamkorlikka chorlaymiz va mana shu telefonlarga qo'ng'iroq qilishingiz yoki direktda yozishingiz mumkin. Sog' salomat bo'linglar.